savdolari bo'lib turgan joydan 21 million so'mga berilmayapti. Taxminiy bo'ylari 1.20 pil ustida. Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini ashaddiy muxlislari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, qadrdonlarimiz. Bugungi sanamiz 6-avgust, hafta kuniga payshanba. Asaka tumani, Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva mol bozoridan bo'ladi bugungi video roliklarimiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib o'tib ketasizlar. Qani unda videolarimizni boshladik. Ashetta ham shuni qo'yga savdolari bo'lib turibdi. Boshda bunga pul berdingizmi? Sirojdin, pul berdingizmi boshdan? Hech pul. 17,5 million so'm. Chekam 20 million so'mga bermabdi, 17 million so'm savdolari bo'lib turibdi. Aka, nech pullar aytyapsiz? 22 million so'm kamlari bor. Shu 1 yashar atrofidagi Novvoz taxminiy bo'ylari 1.20 atrofida chiqib qoladi. Semiz buqalarda ham bir qator narx-navolarni ko'rsatib aytib o'tib ketamiz. Mana shu yerda bitta go'zalidan bor ekan. Kamida xonadonlarda anaqa buqalardan 10 donadan bo'lsin, niyat qildim deb like bosib qo'yasizlar. Sho'r sevichkalar keldi mana. Narxini nech pul deyapti? 21,5 million so'm savdolari bo'libdi. Berishmayapti. Nech pul narx aytyapsiz o'zingiz? 26 million so'm. Kami xayri xudo xolasa. Bunaqa tagi bormi? Buni tagi seroqmi? Nomer qoldiraveramizmi ishbozlariga ayting. Nomeringizni ayting aka. Ishbozlar 93lik 237 42 47. Manzil qayerda dedingiz? Qo'rg'ontepani. O'zi Qo'rg'ontepada bunaqa shvedlarda doimiy bo'ladi. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu yerda ham menimcha qizg'in bo'lib qolibdi shekilli savdolari. 5 million beraman oldisin. Nech pul bo'lyapti savdolari? Aytmayman. Ayting. Nech pul? 20 million. 20 million so'm. Kami yo'q. 25 million so'm kamlari bor ekan. 20 million so'm savdolari bo'lib turibdi. Savdolarining ustida. Shu ukalarimiz bozor qilib turibdi ekan. Hali kelinglarchi, orqalarini ham bir ko'rib beraylikchi. Aka, yelarini ko'rsatib qo'y, yelini. Gap so'z yo'q. Lampochkasi bormi? Gap yo'q. Binoga yib borganingiz. Qaysi biriga bo'lyapti? Ya'ni toshni yoradi. Ikkosiga. Aka, oyog'ichami yo? Mana shu ikkov buqaga, semiz buqalarga savdolari bo'lib turibdi ekan. Hozir nech pul savdolari bo'lib turib berishyapti ekan. Hozir aniq ma'lumotini aytib, xudo xolasa so'rab, mana shu yerda bo'lyapti savdolari. Aytib o'tib ketamiz. Oz qo'shib so'rashim foydasi yo'q ekan-da. Men 66 ming 500 so'm qo'shib beray demoqchi edim. Hayraman bering. 66 ming so'mdan taroziga bo'lib so'rashib turibdi ekan. 60 agar nima qilsa 67 ming so'mdan mana savdolarning ustida. Bo'lib turibdi. 67 ming so'mdan berishmayapti. 67 ming so'mdan yo'q. Xudo xolasa ozmoz qo'shishadi, bitadi. Katta buqalar, semiz buqalar qatoridamiz. Hozir ko'chatlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Haligini qistirib ketgan. Aka, nech pul bo'pti bu? 69 dan. Taroziga 69 ming so'm.
Shvet toza buqasiga mana shu yerda menimcha savdolari bo'lib turibdi shekilli. Urug'ga, zotga, oyoq qo'llari ham polvon ekan. Uka nechi pullar haydayapsiz, nechi pul berishyapti? 30 deyapman, 27,5 berishyapti. 30 million. Xudolim borib bo'lmaydi. 30 million so'm narx ekan. Hozir bu tog'amiz 25 million so'm savdolari ustida bo'lib turibdi. 27,5 million so'mga bermadim deyapti. Ammo sifatlari chiroyli, oyoq qo'llari kelishgan ekan. Sifatli buqalar qatoridamiz. Aka pul beryapsiz bunga? Nech pul? 200 ming kam, 20 ming. 200 ming so'm kam, 20 million so'm savdolari bo'lib turibdi shu shvet buqaga. Egalari nech pullar aytyapti aka egalari? 22 kami bor ekan. Mana shu yerda ham shvet tozasi bor ekan mana shu yerda. Buni ham menimcha savdolari qizib turibdi. Taxminiy bo'ylari 1.25 ga yaqinroq chiqib qoladigan. Savdolari qanaqa bo'lyapti ekan hozirgi shu momentdagisi? Hozir aka 22 beradi. 22 million so'm so'rayapti ekan. O'zingiz nech pullar aytyapsiz? 27 million so'm kamlari bor, 22 million so'm savdolari bo'lyapti. Nech pulga bermadingiz? Nech pulga bermadingiz? Akam 22 beraman deyapti. Ha, shu akamiz 22 million so'm beryapti ekan, berishmayapti. Bozoringiz bersin. $25 million so'mdan kamlari bor ekan bu buqalar. Semizliklari, semiz e'tiboshlari yaxshi ekan. O'zimiz jaydari buqalardan. Shvetlar nech pul ekan? Hamma yo'g'i joyida ekan. Agar akalarimiz bersa, nomerlarini ham olib qolamiz. Nech pul deyapsiz, tog'a? 26 million so'm o'tib beramiz. 26 million so'm kami xayri, xudo xolasa g'ijbija. Yoshlari qanaqa ekan? Yoshi bo'zak ekan bu ham. Yoshlari bo'zak ekan. Telefon nomeringiz qiziqadiganlarga. 91lik. 91lik. 497 42 79. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bo'zadi. Chiroylilari, chiroy sifatlari go'zal. Men obunachilarimga nech pulga berib yuboramiz endi, xudo xolasa. Bu yerda bir balad ish qiyinda 26 million kami bor deyilyapti. 23 millionga bermayapmiz. 23 million so'mga berilmayapti, xudo xolasa. Ozgina qo'shib gapirsanglar, kelishtirib beradi. Akamiz shu doimiy shu ish bilan shug'ullanadi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib olaverasizlar. Uylarda ham bor-a? Bor, oladiganlar qilsin ama. Gap so'z yo'q. Oladiganlar telefon qilaverasizlar. Yosh simental bo'zakchi. Babi yoshlari qimmat bo'ladi. Simentalga nech pul deyapsiz aka? 30 million kami bor. 30 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari shu 1 metr yaviyada chiqadi bo'ylari. Nech pulga bermayapsiz? O'lib bo'lgan. 3 million qilishdi. 23 million so'm. 23 million so'm qilishdi, berishmayapti. Ular oq kiprik, oq tumshuq. Mana tuyoqlari ham istagan tuyoq go'zal ekan. Bilammi? Sotilmadi. Olib chiqishib ketyapti. Mana shu yerda xunajillarni menimcha savdosi bo'lib turibdi shekilli. Shvet go'zal xunajillar. Rahmat deb raqasni olib xudo xolasa mana shu o'g'illarni. Tog'a nech pul berdingiz? 26 million 100 ming so'm. Jupiga. Jupiga 26 million so'm, 26 million 100 ming so'm savdolari bo'lib turibdi. Like podpiska. Like podpiska bosaverasizlar. 26 million 100 ming. Ammo sifatlari go'zal, haqiqatan chiroyli mollar ekan.
Hoş tova, assalomu alaykum. Necha pul narx aytyapsiz hoş tova bunga? 14,5 man qaytib. 14 million 500 ming so'm narx aytyapti ekan hosh tog'amiz. Sifatli ama hamma yo'q kelishgan, yerga yaqin mol ekan. Savdolari-chi, hoji buva? Savdolari 13,5 millionga bor. 13 million 500 ming so'mga boribdi, berishmabdi. Yonida undan kichikroqlar turibdi. Bunisiga necha pul narx aytyapsiz hoji tog'a? Buni so'ramadi hali. O'z necha pul aytyapsiz? Ular chanim yo'q. Yo'q, narx aytyapsizmi bari? Ha? Hoji tog'am tushishgan. Necha pulga? 11 million so'm savdolari bo'lib turibdi ekan, berishmayapti ekan. Shu akamiz savdo qilib turibdi ekan. Ko'chatlari go'zallaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Oqboshga gibrid ekanda, oqboshga gibrid, arqalari chiroylilaridan. Narxini necha pul deyapsiz aka? 15 kami bor. 15 million so'm kamlari bor. Kamlari xudo xolisa g'ijbech. Ha, bor. Yoshlari qanaqa? Go'zal hali. Hali bo'zay ekan. 1 yasharga bormaganda. Yo'q. 1 yashar. 5 oy deyapti. Ishqibozlarga nomer qoldiraveramiz. Ammo telefon ishlamay qoldi. Telefoningiz ishlamay qoldi. Bo'lmasa savdosi necha pul bo'lyapti bozorga? 12800 beryapti. 12 million 800 ming so'mga berishmayapti ekan. Taxminiy bo'ylari 1.10 atrofida chiqadi.